Meni o 4 yaş vaqtim dadam tugab ketgan. Men hozirgacha dada degan huquqimni tushunmayman. Dadamni bir qatim tushunib boqmadim. Bugungi faoliyatimizga qadam tashrif qilgan davlatlik 3-darajalik psixik maslahatchisi, oliy uzuqshunos, Yeshil Go'har markazining barpochisi, Yeshil Go'har xalqaro savdo cheklik shirkatining qurg'uvchisi, Yeshil Go'har biotexnika cheklik shirkatining qurg'uvchisi, Yeshil Go'har teri go'zallik salonining qurg'uvchisi, Yeshil Go'har zanjirsimon kutinish markazining qurg'uvchisi, Yeshil Go'har tug'utdan keyingi asliga keltirish mulozimat o'rnining qurg'uvchisi, 10 kişilik setiş grupusunun yetakçisi Go'har muallimni sahnimizga taklif qilamiz. Yaxshimisiz Go'har xonim? Unda olsa sorunimizdagi shu o'tirib o'rnasiniz. Qadimingizga marhaba. Unda olsa chavaklarimizni aymisak. Asliga keltirish ustasi Normangul xonimni qizg'in qarshi olamiz. Qani Normangul xonim, sahnimizga marhamat. Şu şirketning jinglisi Mahbuba xonim, qani sahnimizga taklif qilamiz. Yana bir mehmonimiz Yeshil Go'har mahsulotlar shirkatining yetakchisi, tibbiy maslahatchisi, shirkatning tadbirkori Tunyaz muallimni sahnimizga taklif qilamiz. Yana bir mehmonimiz setish bo'limining direktori, texnika yetakchisi, jinglisi Abdusalomjon. Sahnimizga marhamat. Bu mehmonlarga Rabigul xonim bugungi mush faoliyat munosabati bilan ozroq ko'ngil so'g'isi ekan. Unda bo'lsa, mushu mehmonlarimizga Rabigul xonimni ko'ngil so'g'isini berishga taklif etaylik. Qanday bir ishni tartib bo'ldi? Oldirib ketdim. Men bir kasbiy riyosatchi bo'lsam, shunda bir tartib bor deb o'ylayman. Bugungi qattiq dialog kelgan. Bundan keyingi taraqqiyot ustida ikki qiz söz birishga taklif etaylik. Salam, mushu issiqda meni qo'llayman deb jafo chekkan Iqbal Fatima. Shirkat rahbarlari men uchun bir kun vaqtlarni chiqarib, bu yerda meni qo'llag'anlarga ko'pdan ko'p rahmat deyman va oliy salomimni yo'llayman. Bugünkidek mush kunga kelishimda bu yerda o'tib meni qo'llagan mushu mehribonlarimning ko'p ajri bor deb o'ylayman. Men sizlarga qanchalik minnatdorligimni bildirishni ham mushu hayotimni til bilan tasavvur qila olmayman. Shundadmi sizlarniki bugünkidek mush kunga kelishimga zo'r to'kpanglar bor. Men sizlarniki mushu jiqindi biri meni qo'llab, menga ishinib, ham meniki mushu kasbiy hayotimdagi hunar texnikalarimga, ham mushu kutinish o'rnimga, sog'an mahsulotlarimga ishinib bugungi kunga ulaştırdыңlar. Hem şundaqlar meniki mushu har qanday bir mahsulot, har qanday bir texnikani o'rganib kelgan vaqtda shunchalik qo'llab meniki bugungidek zo'r ishimga ko'p madadlar bo'ldinglar. Sog'lom tanda sop aql haqiqatdir qilsig'mag'ay topqanlarim qog'oz xolos bo'lsang agar sog'lom bo'lmay elga berish ziyon chiqmas shunda hunar samimiyat esil sifat el alqışı yeşil go'har raqobatda odil bo'lish chinsizlashib dodil bo'lish foyda ilish maqsad emas nishonimiz sog'lom bo'lish sog'lomlikni sevsa kishi uruna tapar hamma ishi yeşil go'har birla yana to'g'roq kabi bo'lmay ishi zo'rligini kan xalqimizga sonib qilmoqqa chin ko'nglimdan minnatdorlik bildiraman. Ham shunda bundan keyingi ishlarimizdan yana mutluluq natijalar bo'lishini mushu
Davamlı içilip duruşum. Rahmet. Onunla başka bir boyum gelip unutup kaptım ben köpçülük. Bu qitim bizdeki Rabigul Hanım Ürümçideki Müşkey Foundasyonu özüde 13 gün bilim aşırıp geldi. Bu yerda şu yanki doktorlar məxsus ders ötdi. Bunun da nemi dersinden öğrendiği vaqtda omurtaq so'nggi kasalliklarni asliga keltirishni, anandagi xalqaro tug'utdan keyin asliga keltirish texnikasini, undan boshqa ayollardagi har xil ayollardagi bo'shashdan tortib nurg'un ahvollarni jurnisiz, tig'siz, operatsiyasiz va hech qanday zaxmisiz asliga keltiradigan ajoyib katta bo'lgan texnikalarni o'rganib keldi. Shu mushtatga har qanday sog'lomliginglarni masala chiqsa, o'zinglar ikkilanmay Mushrabigul xonimni istisanglar bo'ladi. Sizning bundan keyin ishlaringiz to'g'liq natijalik bo'lsin. Rahmat. Faaliyetlimi bek yaxshi oldu. Sizni qo'llaydigan bek chiqqinmi qartag'izda? Özgü köylet kalıp çıktı. Ya lekin sizni bekçe qo'llaydi ekan. Shuni ko'rib xo'sh oldum. Biz har bir do'kon, ijlish murasim bo'lgan chog'da shu yerdagi xalqning qo'llashi bilan shu odamni biz belgilayolamiz-ku. So'ngamda qartag'iz odam to'g'ri tanlabdimi deb turolay. Dükkanın adresini, telefon numarını dep bırakın. Fınsalar, bulvason, boyamalık iş kapaş. Oye, ben sizden doyunlarını bek görme, doyunu görüp ağantım, kıstemel hem bek önüm kıyğantım. Rabigul'a ketken ben hoşup kettim dep. Demem şuna hoş oldum. Bizim tanıydık Allah'ım şuna çıkken. Adresini bir telefon numarını dep bırakın. Ondan başka gumu qartağızdaki, bizden yeşil güyer kız kuvatkan, bizden mahsulatların işletkisi var ya ki bizden şu çoğun ailemizge qetilib biz bilan tang taraqqiy qilishni xohlaydigan tuqqanlar qolsanglar, Yuvas Rabigul ham izlasanglar bo'ladi. Telefon numaralarim deyversa. Telefon numaram 139 99 05 70 95. Dükkanın o'rni Avat Shovchining yeniga joylashgan Gulbari kutinish markazi, ya'ni Yeşil Güher mahsulotlarini maxsus sotish do'koni.